Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Men shu yoshga kirib, 20 yildan beri shu allergik kasal bilan kasallanib kelaman. Har yili bahorda qaytalanadi bu. Bir necha marta davolanganman, lekin hech ham to'xtatib bo'lmaydi. Lekin mana shu bu yil men eshitib, ko'rib, mana shu Sherzod Muxtorov professor yonlariga keldim. 10 kunda muolaja olib, o'zi srazi natijasini ko'rdim. Judayam hamma nafaslarim o'tkir, oldin bir 10 yil oldingi yashargandek judayam o'zim yaxshi his qilyapman, alhamdulillah. Bu albatta endi sababchi doktorlar Allohdan, sababchi doktorlar bo'lishadi. Bularni Aram klinikasini eshitib kelganimga judayam shukrlar qilaman, chunki kelganimdan yaxshi kutib olib, muomala bilan hamshiralari ayniqsa nima qilishar ekan, odamni ko'yniga qarashar ekanda, bemorlarni ko'yni cho'kkan bo'ladi-yu, bular judayam shirin gapirib, xuddi o'z farzandingizni ona mamna qiling, ona mamna qiling qilib ukol dori muolajalarini judayam chiroyli qilishdi. Ham ingalyatsiya oldik, ham kislorodlar oldik, muolajalar ichida 3-4 xil ukollar oldik 10 kunni davomida. Mana navaram ham xuddi shu allergik kasal bilan og'riydilar, ikkalamiz birga kelib qatnadik 10 kun. Alhamdulillah, rosa ham yaxshimiz hozir endi. Hamma narsa joy-joyida, a'lo darajada. Men juda ham ko'rib xursand bo'ldim. Bu Sherzod Muxtorov professorga katta rahmat aytmoqchiman. Hali yana bularda yana bitta narsa bor ekanki, hamma doktorlar allergiyani har yili shunday davolashadi, to'xtatib chiqarib yuborishadi. Bularda boshqatdan boshlab bir qonni tozalab, ichinglarni bir nima hamma yo'qni tozalab, allergiyani organizmdan yo'q qilib yuborishar ekan. Menga eng yoqqani shu tarafi bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketamiz. Mana birinchi muolajadan keyin rosa yaxshi bo'ldik. Shunga rahmat aytmoqchi bo'lib kirdim, doktor yonlarida rahmatlarimni aytdim. Aram klinikasiga вообще gap yo'q, men rosa ko'rib hayron qoldim. Hamma yo'q joy-joyida. 1 minut vaqtingiz bir yoqqa ketmaydi. Shu hamshiralar yugurib joy-joyga qo'yishadi. Katta ukollar ayniqsa hech kimga ishonmasdan professor o'zlari kirib, shu Sherzod Muxtorov o'zlari kirib, katta ukolni o'zlari qilar ekanlar. Buning uchun ham katta rahmat. Ko'nglingiz to'q bo'ladi endi vrach qilgandan keyin. Shunga alohida rahmat aytmoqchi bo'lib kirib, mana sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zbekistonning har bir chekkasidan bo'lsanglar, menga o'xshab 20 yillab allergiya bilan og'rib, dard chekayotgan bo'lsanglar, to'g'ri mana shu Aram klinikasini topib kelinglar. Mana Chilonzorda joylashgan ekan. Men o'zim Toshkentlikman, shu yerdan kelib keldim. Juda ham xursandman kelganimga. Hammalarga tavsiya qilardim. O'zimni boshimdan o'tgani uchun 20 yil davomida qiynalib kelganim uchun kim mana shu mavsumiy allergiyami, xronitskimi, o'pkasimi, nima kasal bo'lsa bu yerda davolanib, tozalanib ketishlarga garantiya bor ekanda. Men shunga amin bo'ldim. Doktorlariga qarab, hamshiralariga qarab, ko'nglim tog'dek ko'tarilib, alhamdulillah hozir rosa ham yaxshi bo'lib, mana 10 kunlik muolajadan keyin soppa sog'lom bo'lib chiqib ketyapman. Rahmat hammalariga, ishlariga rivoj tilayman. Sizlarga hammalarga tavsiya qilaman, kelinglar. Mana yoshim 60 dan oshib 70 ga qarab ketyapman. Alhamdulillah, hamma narsani rozi rizochilik bilan rahmatini aytgan yaxshi-da, baribir shukr keltirgan yaxshi. Kelinglar. Men bunaqa joyi, bunaqa doktorlarni endi ko'rishim shu yoshimga kirib, sog' bo'lesin ilohim, omadlarini bersin.